Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi fayzli bo'lgan xonadonimizni o'z egalariga topshirdik. Inshaalloh bu ishimiz rohatda bo'lgan. Rohat ko'rigiga yetmasdan oddidan kelganda, rohat ko'rigiga yetmasdan qo'ldagi mahallalarda bo'lgan. Bu ishimiz ham listvindan bo'ldi, high-tech fasonda. Shu odatdagidek 90% listvindan berganmiz. İşimiz sifatiga inshaalloh baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli. Faqat changlar artilmagan holatda bo'ldi. Hozir shoshganligimiz sababli ko'rishlarim juda ham chiroyli chiqqan. Bizda zina, eshik, plyus xizmatlari bor. Kimda kim agar zina xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pisandagi nomerlarga bemalol telefon qilishlari mumkin. Inshaalloh tavsiya xizmatinglarda 0910 raqamlari doimiy aloqada. Biz hozir boshlaymiz. Inshaalloh tez ishlarda ko'rishguncha.